Yondab tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berishda Jahongir va Somin ishtirok etdi. Yonxue bolaligida Ho bilan do'st edi. U to'g'ridan-to'g'ri odamlar bilan gaplashmas edi, lekin siz unga g'amxo'rlik qilsangiz, u hayajonlanardi. U Jin bilan kollejda tanishgan. U juda shirin va farishtaga o'xshaydi. Muxlislar ikkiga bo'lingan. Yonxo juftligi o'rtasida va Yunjin juftligi. Oliy juftlik sifatida shaxsan Men senga boshqa ko'rinmaslikni aytgandim. Sen meni aqldan oldirasan. Men bunga chiday olmayman. Nega? Nega jahannam? Nega oldin uchrashmadik? Xojin juftligi. Ahmoq. Ular o'z his-tuyg'ularini yashirganligi uchun ko'zlarida umidsizlik ko'rinyapti. Kechirasiz. Salom ota. Nima dedingiz? Men Kim Yongga qayta uylashga qaror qildim. Bundan buyon siz Ho bilan aka-ukasiz. Umid qilamanki, hozirgi yaxshi munosabatda bo'lasizlar. Bir daqiqa kuting. Men endi bunga chiday olmayman. Sen aqldan ozganmisan? Men senga gapiryapman. Sen oxirgi epizod deb aytganding. Shu paytgacha hamma narsaga chidadim, ammo hikoya juda uzoq davom etadi. Qanday qilib bir-biringizni yoqtirishingizni oxirgi epizodga aniqladingiz? Qanday qilib aka-uka bo'lib chiqishdi? Qanday aldamchi? Balki biz ikkinchi mavsumni olarmiz. Siz aqldan ozganmisiz? Seningcha bu bema'nilikdan keyin ikkinchi mavsumni olishing mumkinmi? Hech kim sening romaningni o'qishni xohlamaydi. Bu unimi? Qahramonlar o'tamiyona muallif, syujet, tuzilishi va yovuzi. Ular tartibsizlikmi? U qayerda? U yerda, uni yoping. Qo'llar yuqoriga, klaviaturadan uzoqlashing. Unga tegmang. Qo'llar yuqoriga. Nima qildim? Sening romaning yaxshi emasligini juda yaxshi bilasan. Yomon roman yozish jinoyat emas. Ha. Romantik qonunning 1-moddasi. Zerikarli muallif jazolanadi. Shunday qilib Yeoeju hibsga olinding. Yo'q, unday qila olmaysiz. Yo'q. Qo'yib yuboring. Men hibsga olindim deb o'yladim. Men yozuvchiman. Mening jinsim BL. Yigitlar orasidagi sevgi yozish tanlovi mukofoti. Mening taxallusim yumuq.
Mening romantikam. Ular birga ketishdi. Uni faqat men o'qiganman. 2 marta o'qigan odam esa shunchaki tasodifan bosgan. Hech bo'lmaganda g'alati izoh qoldirishlari mumkin edi. Yoido. U mening biomallarimni yozishni biladigan yagona odam. Joylashtir. U meni shantaj qilish uchun ishlatadi. Birinchi qism. Keyin nimani yozsam ekan? Men boshqa muvaffaqiyatsizlikka uchramayman. Sening oyog'ing og'rigan bo'lishi kerak, bu juda tarang. Dush qabul qildingmi? Sendan yaxshi hid keladi. Men senga shu narsani sotib oldim. Sen juda tarangsan, davom etganimiz yaxshiroq. Tur kel, tanang ustida ishlaylik. Bu yerda emas. Shunday ekan ichkariga kiraylik. Bunga hali erta. Kecha yaxshi uxladingmi? Siz tufayli uxlay olmadim. Chunki siz u yerda bo'lmagansiz. Men yolg'iz emasman. Unga nima bo'ldi? Men tufayli keldingmi? O'g'il bola emasmi? Bu qiz edi. Ko'zlaring yaxshimi? Ular yaxshi. Tongjuga nima bo'ldi? Unga kram qildi. Vajio uni oldimi? Jismoniy mashqlar qilish. Oyi, Oq uyda yashagan egizaklar ko'chib ketishganmi? Sen qayerdan bilding? Ba'zi yigitlar u yerga ko'chib kelganga o'xshaydi. Jiddiymi? Egizaklar otasining lavozimi ko'tarildi, balki u shtab-kvartiraga borgandir. Nega ular xayrlashmadi? Va biz qachon harakatlanamiz? Bu yerda bo'lishni xohlamaysanmi? Men reklamani rad etdim. Yaxshilab ovqatlaning. Ajabo. Men tugatdim. Ko'proq ovqatlan. Agar ko'p ovqatlansam kechikishim mumkin. Ko'rishguncha. Kuningiz xayrli bo'lsin, mashinalarga ehtiyot bo'ling. Men yolg'iz ketaman dedim. Nega o'jarlik qilyapsan? Kel birga boraylik. Men sizning mashinangiz havo spreydan nafratlanaman. Kutib tur. Men sen bilan boraman. U unutadi, o'z biznesingizga e'tibor Bu bering. kim? Bular kechagi yigitlar emasmi? Gahavzu. Men qila olmayman. Bilasanmi, qila olmayman shunday qilib. Siz meni g'azablantiryapsiz. Meni tingla, iltimos. Qachongacha? Kel mashinamga o'tiraylik. Chunki bu osonroq. Siz xohlagan narsani qancha vaqt qilishim kerak? Men yolg'iz ketaman dedim. Qanday ahmoq. Bolalar deyarli tayyor. Ularga bir daqiqa vaqt ber. Qanday kelishgan yigit. Keyinchalik pushaymon bo'ladi. Bunchalik dramatik bo'lmang. Bu suv umid qilamanki, bu mening peshonamda emas. Shu yerda kuting.
Qanday kelishgan yigit? Siz suratga tushayotgan edingiz. Men seni ko'rdim, o'chir. Bunday emas, men yuzimda dog' borligini ko'rayotgan edim. Men boshqalarni yashirincha suratga oladigan odatim yo'q. Agar kechirim so'rab o'chirib tashlasang, o'tishingga ruxsat beraman. Lekin men sizni suratga olmadim. Nima bo'lyapti? U bizni suratga olayotgan edi. Izohlar olish uchun siz xabar yozishingiz kerak. Fikr bildirish uchunmi? Ha, sharhlar. Fikr bildirishni istardim, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Men birorta kinoyali izoh olmadim, dramatik yakunga qaramay. Bilasizmi, 100 ta bo'limga komment yozmaslik qanchalik kamsitadi? Mavzuni o'zgartirmang. Shunday qilib, suratga olmadingizmi? U yo'q dedi. Men buni ko'rdim, u yashirinib turgan edi. Men tekshirmoqchiman. Nima qilyapsiz? Unday qilmang. Ketdik. Men sizni suratga olmadim. Yo'q, faqat sinmagan bo'lsin. Ekronni sindirib, siz uni tuzatib bering. Nimaga bunday qildingiz? Uni tuzatib bering. Ko'rsatishingiz kerak edi. Kechirasiz, yaxshi qiz. U surat olishga juda sezgir. Shuning uchun u bo'rttirib yubordi. Biz sizga yetkazilgan zararni qoplaymiz. Buni unuting. Talabalar nima uchun forma kiyishini bilasizmi? Aniqlanishi uchun. Agar buni biron bir yozuv internetda paydo bo'lsa, pushaymon bo'lasiz. Xo'sh, sizlar hali ham shu yerdamisizlar? Kiring va biz bilan keling. Aks holda kechikamiz. Menga 1 soniya ber. Sekinlash. Mening eng yaqin do'stim Choygo'ya, iqtidorli rassom. Biz 6-sinfdan beri tanishmiz. Meningcha men 2 kilogramm vazn oldim. Men shunchaki ovqatlandim va uxladim. Kirit, nima bo'ldi? Bir yigit qo'shni uyga ko'chib o'tdi. U meni suratga olyapman deb o'yladi va uyali telefonimni ko'rmoqchi bo'ldi. Men uni to'xtatishga harakat qildim va Siz uni shunday qoldirdingizmi? Telefoningizni qoplab berish uchun pul olishingiz kerak edi. yo'q, men u bilan hech narsa qilishni xohlamadim. U ahmoqqa o'xshaydi. Bu nima? Kim edi u? Sobiq yigitim. Sizlar yana uchrashyapsizlarmi? Sen san'at akademiyasida eng yoqimtoy ekanligingni aytding. Nihoyat men qachon uchrashaman? Bu yaxshi bo'lishi kerak. Men hali birinchi muhabbatimni uchratganim yo'q. Mening romanslarim shirin. Nega men hech qachon uchrashmaganman? Tanishuv yordam berishi mumkin. Ammo qancha ko'p o'ylasangiz, bu orzularingizni buzishi mumkin. Siz hali ham tanishuvga qizg'in ko'rinishga ega bo'lishingiz uchun bu sizni yaxshiroq yozishingizga yordam bermaydimi? Shunday deb o'ylaysizmi? Ha, nega yaxshi ketmayaptimi? Hammasi tugadi dedingiz. Ha, men o'zimni ko'p tugatdim. Qachon o'qishim mumkin?
Siz menga unvoningizni va taxallusingizni Ayting, do'st ekanligimizga ishonchingiz komilmi? Bu abadiy sir bo'lib qoladi dedim. Agar jekpotga erishsangiz, buni sir saqlashda davom etasizmi? Katta omad. Siz birinchilardan bo'lib bilib olasiz. Men shunday bo'lishini istardim. Salom, nimalar bo'lyapti? Bu nima edi? Shoshiling, bu nima edi? Tezda bo'ling, keyin ko'ra olasizmi? Bu sodir bo'lishini eshitdim va shunday bo'ldi. Yangi o'qituvchilarning hammasi o'g'il bolalar va faqat keksa odamlar emas. Ular go'daklar, ba'zilar yaxshi yigitlar, men ishonmayman. Qarang, qanday qarash, qanday chiroyli, men aqldan ozaman. Men hech qachon o'qituvchilar xonasiga borishni bunchalik xohlamaganman. Bu juda bo'lmas narsa. Ular kira olmasliklari uchun eshiklarni qulflab qo'ydik. Agar siz yangi o'qituvchilarni tanishtirmoqchi bo'lsangiz, nega ularni yashirasiz? Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Jung Gi-yon, u Koreyani himoya qilgan, o'qishga o'yinlarning liga musobaqalarida 4-o'rinni egallagan. Jin ursin, bu tanaga qarang. Daju, poliglot, yapon va ingliz tillarida dars. 6 yoshimda. U hatto til o'rganish siri haqida ma'ruza qildi. 6. Eshitishimcha, u bu oilaning eng kichik farzandi. Buni ko'rib tirik ekanimdan xursandman. Koreys adabiyoti o'qituvchisi Yon Dongju, u 2020-yillarda Juventus Literariyada she'r nashr etgan. Uning ismi mening onamga o'xshar ekan. Men topdim. Bu bitta. U koreys adabiyotidan dars beradimi? Demak, yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Gavusu, yangi matematika o'qituvchisi. Sizning yorqin universitet tadqiqotingiz uchun rahmat. Matematika, u bir necha maktablarda uni ishga olishga harakat qilishdi, lekin u bu yerga kelishni tanladi. Bu ahmoqmi? U mensa a'zosi, eshitganmisiz? U shunday odam. Boshqacha aytganda, u matematik daho. Ko'rdingizmi? Deju haqiqatan ham mening tipim. U Eudan nihoyat tugadi. Qanday solishtirish mumkin? Ha, Eudan biroz yoqimli. Bular men haqimda gapirishyaptimi ertalabdan? Euden, musiqa o'qituvchisi. Go'yo bu sovuq edi, juda og'ridi. Vaqtinchalik qo'riqchimiz bo'lganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu Yo'q, alaykum. yaxshi emas. Hammalaring birgalikda aqllaringni yo'qotdilaringmi? Bundan buyon men har kuni bo'yanish bilan shug'ullanaman. Ko'zingizga kimda? Uning ismi Dongju. Mening kelajakdagi turmush o'rtog'im. Mukammal xotin va ona bo'lish uchun qanday yo'l tutishim kerak? Menimcha u xotirjam va kamtarin odamni xohlaydi. Menga yapon o'qituvchisi yoqadi. Kipriklaringizni davom ettiring. Kimni tanlaysiz? Nima? Sizga yoqqan yigit.
Xuddi shunday bo'lishi mumkin. Uni unut, afzalmi, qanday bema'nilik. Lekin u hatto sizning tipingiz ham emas. Mening turim o'zgardi. Bir soniya kuting. Men qog'ozni o'qib chiqdim. Bu to'rttadan biri degan ma'noni anglatadi. Bizning yangi o'qituvchimiz bo'ladi. Ovozingni o'chir. Inhasu. Gapirmasdan o'tira olasizmi? Dars hali boshlanmagan. Hech bo'lmaganda boshqalarni bezovta qilmang. U o'ziga tegishli deb o'ylaydi. Siz borib gazak yemoqchimisiz? Tashqariga chiqaylikmi? And the morning light's wide open to see the sunlight moving closer. It's about to get caught in the go. I don't wanna be rushing, but I gotta tell you, maybe I've been missing you. I push it back, I leave it at the side. 감정들은 일어나. I've been feeling sentimental lately. Why? 어젯밤의 힘들, 너무 말들이 널 어지럽게 해. Everything is so hard. 눈을 뜨게 해. Sen rang beryapsanmi? Men chalkashmaslik uchun shunday qilyapman. O'zingizni yomon his qilyapsizmi? Antarktida istaysizmi? Yo'q, endi yaxshi bo'laman. Dezinfeksiya qilyapsanmi? Juda g'alati bo'lma. Ishga aralashma. Ish o'rmonida ko'zga ko'ringan boshliq o'lim hisoblanadi. Sen dunyo haqida hech narsa bilmaysan. Men bilan savdo qil, men bunga chiday olmayman. Bunday bo'lmang. Men sen bilan o'zim-o'z o'tirmoqchiman. Sog'indim seni, ko'rsam ham. Shu yerda qol, o'rindiqlar tayinlangan. Men ko'rshapalaklar orada bo'lishni xohlamayman. Nima? Meni bunday deb chaqirma dedim. Bunday so'z men uchun Voldemortga o'xshaydi. Men hatto lablarimga tushishni ham xohlamayman. Uni yomon ko'rishimni bilmaysanmi? Albatta bilasan, shuning uchun aytding. Siz bu so'ziz, daho, siz bilmasligingiz mumkin emas. Mening hippokampusim haqiqatan ham ishlaydi. Bu faqat o'rganish va xotira haqida emas, shuningdek u xususiyatlarini tartibga soladi. Shunday ekan, men seni oldinga olib chiqa olmayman. Yo'q. Hippokampusimni haqorat qilma. Xotirasi buzuq. Mevali kaltak. Nima? Ko'zoynakli maymun? Ular buni to'xtata oladimi? Bu bitta ekanligini qayerdan bilasiz? Siz u bilan hozirgina uchrashdingiz. Sevgi bu. Birinchi qor kabi. Bir ko'rishda sevib qolish biz uni ko'rganimizda. Biz bir-birimiz uchun yaratilganligimizni bilamiz. Shunaqa, qizim. Biz bu kutmagan paytda bizni uradi. Shunday qilib siz hamma bilan uchrashgansiz. Sizning birinchi qoringiz yo'qmi? Men shunday deb o'yladim, lekin ular shunchaki sovuq edi. Mening birinchi qorim bugun keldi. Birinchi qor qachon? Men allaqachon aytdim, hech qachon kutmaganingizda. Birdan himoyasiz bo'lganingizda boshning orqa qismiga zarba kabi bo'ladi. Rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Qancha? 2000 won. Rahmat. Omadingiz chopdi. Sizda yangi o'qituvchi bilan birinchi qor yog'di. Mening birinchi aloqam kafolati emas. Bu muhim emas. Axir, shuning uchun u formalar haqida gapirdi. Maktabda ko'rishguncha deb turgandim. Xulq-atvoring yomon bo'lsa, daho bo'lishda nima foyda?
Bu nima edi?